ikkita ko'tarsam, bittasini tugatib qolgan ekanmi? Ha, bilmay, tushundimmi? Rost endi nima deyishga ham hayronman. Qachon uzatmoqchisiz ikkita? Qancha turib 100 kunga boraylik. Davom etamiz keyin. Undan keyin ko'proq boshlaymiz. 5 tadan boshlaymiz. Qiynalasiz aka, 100 kun hazillashyapsizmi? Necha kundan beri ichyapsiz? Bugun 10 kun bo'ladi. Bilinmayapti organizmning nagozki. Birinchidan bugun 10 kun bo'ladi. Bugun 1 yil 1 oy bo'ladi har kuni 3 tadan chekkanim. O'tgan yil noyabrdan beri ichaman. 3 tadan pastdan. Qadini qarang buni aka. Mazza chanqamoqsizmi? Chanqoq bosishyapti, suvlarimiz bor, oddiy suv. Ha, mayli, o'zinglar fikringlarni qoldiringlar. Men endi akam yaqinib aytdim. Hammasini ichib qo'yapsiz lekin mayli iching yosh bo'lsin-ku. Buni bitta ziyoni shu aqayib yurtiradi. Menga qo'yadi. Boshqa ziyonlari ham bor, yozib qoldiringlar, shuni ham tushuntira olmadim.